Kim rizqi keng bo'lishini, boy bo'lishni xohlasa, shu 4 ta narsaga amal qilsin. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh Qur'on va sunnatdan istifoda qilib, kim boy bo'lishini, kim rizqi keng bo'lishini xohlasa, shu 4 ta narsaga amal qilsin deganlar. Birinchisi qiyomul layl o'qishlik, ya'ni tahajjud namozlarini o'qishlik, hech kimga ko'rsatmasdan Alloh taologa ibodat qilishlik. Ikkinchi amal sahar vaqti istig'for aytishlik. Alloh taolo sahar vaqti istig'for etuvchilarni maqtagan Qur'onda, "Val mustaghfirina bil ashar" degan. Uchinchi amal hech kimga ko'rsatmasdan sadaqalar qilishlik. Ko'p sadaqa qilishlik, hech kimga ko'rsatmasdan. To'rtinchi amal ertalabki va kechki zikrlarda bardavom bo'lishlik. Azkarus sabah val masa'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan o'sha tonggi va kechki zikrlarda doimiy bo'lishlik. Mana shu 4 ta narsaga kim amal qilsa, inshaalloh albatta rizqi keng bo'ladi, boy bo'ladi, natijasini ko'radi va bu sinalgan narsa. Inshaalloh sinab ko'ringlar, amal qilib ko'ringlar. Inshaalloh ko'rasizlar foydasini. Salomat bo'linglar.